Ahirki Uyg'ur podshoh Mir Safdar Ali Xon. Sultan Said Xon 1533-yili 9-iyul vafot bo'lishdan ilgari bugungi Afg'onistonning sharqiy shimoliy qismi, bugungi Pokiston va Hindistonning shimoliy qism tog'liq rayonlarini o'ziga to'liq bo'ysundirgan edi. Sultan Said Xon vafot bo'lgandan keyin uning kuyovli Mirza Muhammad Haydar Ko'ragan 1541-yildan 1551-yilgacha Kashmirni markaz qilib turib, Saidiya xonligiga vakolatan mazkur joylarni idora qilgan edi. Keyincha mazkur joylarga Bobur Shoh, Mirza Xon va Said Xonning inisi Imin Xo'ja Sultonning pushtidan kelganlar avloddan avlodga izchil hukmron bo'lib keldi. Hunza beglikining hukmronlari Bobur Shohning qizi Gulbadam Begum bilan Imin Xo'ja Sultonning pushtidan kelgan bo'lib, ular milodiya 16-asrning oxirlaridan toki 19-asrning oxirlarigacha Sharqiy Turkiston bilan Janubiy Osiyo cho'ng quruqligini tutashtirib turadigan muhim o'rinni 3 asrdan ortiq qo'lida tutib tura olgan edi. Miladiya 1830-yillari Hunzalıqlar va Kanjutluqlar Manju imperiyasi ishg'oliyatidagi Qashqariya tavasiga besib kirib, Yakan va Yenisarga hujum qilgandan keyin Manching ordusi bilan Hunzaning munosabati buzilgan. Keyincha Hunza amri Mir G'azanfar Manchingdan keladigan g'oyat zo'r iqtisodiy manfaatni ko'zda tutib, kishini Hunzaga bilayotgan Manching ordusi bilan yuzaki ittifoqdoshlik munosabati o'rnatib, Hunzaning mustaqilligi va tinchligini qo'g'digan. U vafot bo'lgandan keyin o'g'li Mir Salim Xon Hunzaning mutlaq hukmroni bo'lib, shimolda Manching xonligi bilan, janubda inglizlar bilan tampung do'stona aloqani saqlagan. Safdar Ali Xon ana shu Mir Salim Xonning cho'ng o'g'li edi. Safdar Ali Xon 1865-yili kuzda Hunzaning poytaxti Karim Obodda tug'ilgan edi. U tug'ilgan yili Qashqariyada yangi saltanat tiklagan Badavlat Yoqub Bey 1868-yili Buyuk Pamir etaklari va Qaraqurum tog'larining g'arbiga yurish qilib, Qashqariyaning g'arbidagi barliq tog'liq joylarni bo'ysundirgan edi. 1869-yili Sariko'l, Hunza va Badaxshon qatorliq qal'a allarimu Badavlat Yoqub Begni qo'shni inglizlar va o'rislardan qo'g'daydigan tangdoshsiz homiy deb tonigan edi. Bu jarayonda Mir Salim Xon o'g'li Safdar Ali bilan birga bir necha qitim Badavlat Yoqub Begning huzuriga salomga kelgan edi. Eng oxirgi qitim 1875-yili kuzda 10 yoshlik o'g'li Safdar Alini Qashqariyaga elib kelgan Mir Salim Xon Yakandagi oltinlikka berib, Sultan Said Xon va ajdodlarining ro'yiga duo qilgandan keyin yana Aqsuga berib, ulug' bo'g'isi Sultan Ahmad Xonning ro'yiga duo qilgan edi. U qaytish oldida o'g'li Safdar Alini Badavlatga topshirib, kelgusi taxt varisining Qashqar xonlik ordusida pishib yetilishini umid qilgan edi. Biroq 1876-yili kuzda Zozungtang qo'shini Saddichindan chiqishga boshlagandan keyin Badavlat Yoqub Bey qo'shni ellarning ordida tarbiyalanayotgan begzodalarini yurtiga qaytirib, o'zi oldingi safga otlangan. 1877-yili 28-may kuni Badavlat Yoqub Bey Korluda tuyuqsiz qazo qilgandan keyin Manju imperiyasi Sharqiy Turkistonni qaytadan ishg'ol qilib olgan. Qashqariya davlatining munqariz bo'lishi Rossiya bilan Buyuk Britaniya orasidagi buyuk o'yinni biroqla avjiga chiqargan. Natijada İngilizlar ikkinchi qitimliq Afg'oniston urushini qo'zg'ab, Badavlat Yoqub Begning o'zini yutib olishidan qattiq ansirab kelayotgan Afg'on amiri Sherali Xonni og'dirib, ta'sirini shimolga kengaytgan. Rossiya mu G'arbiy Turkistonning barliq bo'stonliqlarini to'liq ishg'ol qilib, Pamirga qistab kelgan. Safdar Ali Xon ana shunda qiyin ahvolda Hunza taxtiga chiqqan edi. Miladiya 19-asrning oxirlari Hunza xonligimu buyuk o'yinning tarkibiga kirib ketdi. Ko'limi kichik bo'lsa-mu, strategiyalik o'rni to'limi muhim bo'lgan. Ya'ni kelib Sharqiy Turkiston bilan Hindiston cho'ng quruqligini tutashtirib turadigan va o'rislarning Hindistonga besib kirishidagi birdan-bir ko'nglidagidek o'rin bo'lgan Hunza har ikki cho'ng Jahongirning talishish nishoniga aylangan edi. 21 yoshlik Safdar Ali Xon
1886 yılı 22 iyun taxtga chiqqandan keyin her ikki mustamlikchi kuch Hunza tavasiga harbiy jasuslarni avatib, Hunzaning yer shakli, nupusi va harbiy kuchini to'liq egallab, ondan qurolli kuch bilan besib olmoqchi bo'lgan edi. 1888 yılı Çar Rossiyalik kapitan Bronislav Grombeshevski Hunzani ziyorat qilgandan keyin yandırqı yılı İngiliz kapitan Francis Mo Hunzani ziyorat qilgan. Oqibat Hunza tuproqlari ikki jahongirning tayyor lo'qmasiga aylanib qolgan. Çar Rossiya 1890 yılı Badaxshan orqali Vaxan koridoriga qistab kelgan hamon İngilizlar buningga chidab turolmay 1891 yılı yozda Hunza Nagar nomli harbiy harakat qo'zg'ab Hunzaga hujum qilgan. İttifoqdoshi yo'q Safdar Alixon bütün kuchi bilan urushib ko'rgan bo'lsa-mu, biroq İngilizlarning muntizim qurolli kuchiga teng kelolmay, ikki inisi bilan billa ota-bobolarining yurti bo'lgan Yakanga qochib kelgan. Gerçi ularning qo'lida 1860 yılı Manching xonligi Hunza xonligi uchun Yakandan ajirtib bergan yerning isboti va badavlat ularga hadiya qilgan yerning yer xeti qo'lida bo'lsa-mu, lekin Manching xonligi ularning Saidiya xon naslidan ekanligidan xabar topgan hamon Yakan aholisining isyon ko'tarib, ularni xonlik taxtiga chiqarishidan ansirab, ularni Yakanda turishdan cheklab, Qashqariyada turishiga ruxsat qilgan. 1892 yılı G'arbda Germanlardan, Sharqda Yaponlardan tahdid his qilishga boshlagan Çar Rossiya va Buyuk Britaniya o'zaro sulhlashib, Uyg'urlarga tava Pamir, Himalaya etaklarini yang ichida bo'lishib olgan. Şu qatarda İngilizlar Hunzani o'ziga qaram elga aylantirib, Safdar Alixonning eng kichik jiyani Mir Muhammad Nazim xonni shu yili 22 sentabr Hunzaga xon qilib tiklagan. İngilizlar 27 yaşlıq Safdar Alixonning Qashqarda yashayotganligidan xabar topgandan keyin uni o'ziga cho'ng tahdid deb qaragan. Shu vajidan 1895 yılı Qashqardagi Angliya konsulxonasi qurilgan hamon Safdar Alixonning Qashqarda davomli turib kelishi qiyinlashgan. Neticede u ikki inisini boshlab ulug' bo'g'isi Sultan Ahmad Xon dafn qilingan Aqsuga ko'chib ketgan. Keyincha Buyuk Britaniyaning ta'siri Qashqardan halqib Aqsuga yetib kelganda Safdar Alixon ikki inisini boshlab texmo sharq tarafga joylashgan Quchog'iga ko'chib ketgan. Safdar Alixon garchi xonlarning pushtidan bo'lsa-mu, biroq halol ter to'kib tirikchilik qilishni sharaf deb bilgan. 1915 yılı Yangzheng Uyg'ur Milliy Uyg'unish harakatining boshlamchilarini tutqun qilishga boshlaganda 50 yoshga kirib qolgan Safdar Alixon 30-buvay siyoqida tirikchilikini davom qilib o'zini qo'g'dab qolgan. U Paris adabiyotiga pishiq bo'lib, Kucha Saqsaq madrasasida Uyg'ur o'quvchilarga bir mezgil Hafiz Shirazi va Saidning asarlaridan ta'lim bergan edi. Bu jarayonda u o'z ona tili bo'lgan Uyg'ur tilini qaytadan o'rgangan edi. 30-buvay siyoqidagi eng oxirgi Uyg'ur hukmdor, ya'ni Uyg'ur oxirgi podshohi Safdar Alixon 1928 yılı 7 iyul kuni Yangzheng o'lgichi bo'lgan 13 yilni o'tinchilik qilib tirikchilik qilish bilan o'tkazgan. 1929 yılga kelganda tan salomatligi nihoyatda nacharlashib ketgan 64 yoshlik Safdar Alixon asli salohiyati bilan o'tirg'i chiqib, ming tasda eng cho'ng orzusi bo'lgan Yakanga qaytib 1930 yili 11 oyda Yakanda vafot bo'lgan. Meyti Sultan Said Xon dafn qilingan oltinliq mozorga dafn qilingan. 1933 yılga kelganda Xotan Uyg'urlaridan tashkil qilingan inqilobchilar Yakanni ozod qilish uchun yetib kelgan. Ularda zamonaviy qurollar kamchil bo'lg'ashqa Yakanda turayotgan Safdar Alixonning ikki inisi Afg'onistonning Yakanda turishliq savdo oqsoqili Muhammad Shohni Yakanni ozod qilish urushiga yordam berishga qoyil qilgan. Neticede 150 nafar Afg'on qurolli kuch bilan Xotan qo'shiniga yordamga kelgan Muhammad Shoh va ikki Hunza begzodasining g'ayratida butun Yakan to'liq ozod qilingan. Bu qitimliq urush nihoyatda keskin bo'lgan bo'lib, Muhammad Shoh va ikki begzoda urushda shahid bo'lgan. Yakan Uyg'urlari ularni shahid xonlarning mozoriga dafn qilgan.
Shunda qilib ana yurtini panoh tortib keçib kelgan 3 aka ukaning qahramonlik dastoni Hunzada boshlanib, Yakanda oxirlashgan. Hozir oxirgi Uyg'ur podshoh Safdar Alixonning 1928-yili polkovnik Regnald Schomberg kuchada tortgan bir parcha tavarruk rasmi bor bo'lib, uning chiroyi taq turqidan butunlay qo'yiq Uyg'urcha piroq chiqib qolmasdan, balki hayoti va vataniga bo'lgan sevgidinmi Uyg'urlik ruhi aks etgan edi.